Ana oqtosh. Ana mana oqtosh. Oqtosh sharsharalar. Bu tog'dan keladi bu suv. Shudir-da. Oqtosh degani. Kelinim ham bizam kim edi? Voy, oqtosh deyapti, tog'i oqtoshmi? Endi bizga o'xshab kuldi. Endi uni ham ma'nosi bordir. Endi buni nimadir? Mana toshlar. Mana sharshara. Shu tog'dan keladi shu. Ha, voy, mag'biy kanda bo'ldi. Shu mazza. Yotib uxlaymizmi? Buni ko'rish kerak endi. Uyda ham yotib uxlaysiz. Bu yoqqa kelib aylanish kerak, ko'rish kerak. O'sha mashina olib kelsa, o'sha yoqdan olib keladimi? Yo'q, mana bundan olib keladi. Ha, u yoqdanmi? Bu yoqda dedi sho'pirimiz aytdiki, bir g'or bor ekan. Ha? Sharshara bor dedi. Olib chiqaman deb, u ham pullik ekanda. Ha, shofyorga pul berish kerak. Sho'pirga ham berasiz, darvozadan kirishdan pul. Endi shunaqa joy bo'lsa-yu deyapmiz. Quyosh degan restoran ekan bu. Quyosh degan restoran ekan. Mana bularga kelganlar. Maktab chiqib darvozadan. Mana menimcha gastnitsa bo'lsa kerak. Ha, ma'lus bo'lsa kerak. Qimmat gastnitsasi. Конечно, qimmat bo'ladi tog'da. Ko'tadiganlar. Ha, tapchan. Ha, ana. Pullik. Pullikda bo'ladi. Ha. Mana. Bularni ko'rmadim. Ular kelib ko'rib ikki marta chiqqandan keyin endi siz to'xtsa borib kelavermay charchadi. Ha. Ashdan ham toqqa chiqib ketsa kerak mashinalar. Yo'l mashina olib chiqib ketadi shekilli. Ha, shu. Turk taomlari, Yevropa taomlari, parhez taomlar. Nonushta va tushlik dedi. Gastnitsa. Mana shu gastnitsa turklarning gastnitsasi menimcha turk taomlari dedi-ku. Turklar kelib qurib olgan bo'lsa kerak. Taxminan. Ha, asli nimalarda xamir soda ashnaqalar bor ekan. Keyin hali chet davlatdan kelganlar ko'p bo'lar ekan. Ha. Butun hali uchadi-yu, anaqadan. Televizorda ko'ramiz. Qorda ashitda ekan. Ha. Qishda borsak ashnaqalar uchar ekan. Hali balonda uchar ekan. Keliniz aytdi-ku, qishga yaxshi ekan Mirsoy deb. Qishda olib keluvdi bizni. Ha. Ne borib yo'llarda ko'rsam, ash yo'l dedim, asha qilib ketyapti shekilli bu sho'pir. Bo'ldi, bu yog'iga o'tmaymiz. Ha, bo'ldi. Chiroqli joyni ko'rib oldim.